Bu mahsulot faqat qabziyat uchun emas. Aslida qabziyat yengil kasallik emas. Kimlarnidir ora-orada qiynasa, ba'zi insonlarda tug'ma bo'ladi va bir umr u bilan kurashishga to'g'ri keladi. Bizga bu masalada hamma bilgan eng tabiiy vosita makkai sano yaxshi yordam beradi. Xalq tabobatida keng qo'llaniladigan makkai sano foydalari haqida Ibn Sino bobomiz nima deganlar? Ichni yumshatuvchi, ichaklarni tozalovchi, qabziyatga qo'llanuvchi, turli xil o'smalarni organizmdan so'rilishiga yordam beruvchi, tiqilgan qon tomirlarini, ayollarning turbalaridagi tiqilmalarni ochuvchi, a'zoni tiqilgan joylarini ochuvchi, qiltanoqqa malham bo'luvchi, jigarni tozalovchi, yurakka quvvat, ko'zga nur olib keluvchi degan ekanlar. Shuningdek, kecha haydovchi vositalaridan keyin tozalovchi sifatida qo'llaniladi. Bu mo'jizaviy mahsulotning iste'mol qilish tartibini izohlarda yozib qoldiraman. Bu hayot, tabib emas. Tabiatning o'zi tabib degan ekanlar Ibn Sino bobomiz. Xarid qilish uchun izohlarda shunchaki sano so'zini yozib yuboring.